turist vizada, aka turist viza ham ikki xil bo'ladi. Turist multi viza bo'ladi va turist single viza bo'ladi. Misol bittasi одноразовый viza bo'ladi. 1 yilda 90 kunlik beriladi sizga. Hozir men 1-dekabr kuni vizam chiqdi va Saudiyaga bordim men. 1-dekabrda men to 90 kun chiqib ketmasdan Saudiyada yursam bo'ladi. Lekin 90 kundan keyin chiqib ketishim kerak. Agar men shu одноразовый vizani olib, turistik одноразовый viza bor. Bir martalik ya'ni. Men shu bir martalik vizani olib 10 kun turdim Makkada. Va men O'zbekistonga qaytishim kerak bo'lib qoldi. Men O'zbekistonga qaytsam 80 kunim kuyib ketadi. Agar men bir martalik u vizani olmasdan turistni ikkinchi turini olsam men aka, ya'ni 1 yilda 90 kunlik. Men Makka Mukarramada 10 kun, Madinada 10 kun, 20 kun turdimmi va O'zbekistonga qaytishim kerak. Vizam 2025-yil chiqqan. Mana 2026-yilgacha, ya'ni men Saudiyada 20 kunim o'tkazganman, 70 kun vaqtim turadi. 20 kun O'zbekistonga qaytib keldim, yana ishlarimni qildim, bahorda yana umraga bormoqchiman Ramazonda. Menda qo'limda viza bor, tayyor tugamagan. O'sha viza orqali borsam bo'ladi. Makka va Madina haqida ko'proq ma'lumotga ega bo'lmoqchi bo'lsangiz, obuna bo'ling. Har 10 mingtada bitta umra ziyoratini tekinga beramiz.